Salom hammaga, sizlar bilan bugun Dalaza News o'z kanali. Bugun shu akkauntni kuchaytirishni o'rgataman. Uning uchun birinchi o'rinda chegaralar. Mana shu yerga kirib, mana shu yerdagi kommunal mana shuni kuchaytirib qo'ysanglar, reklamaga o'yindan chiqishingiz bilan masalan pul beradi shunaqa reklamalarda. Sizga 150 gacha yoki 200 gacha berishi mumkin. Va siz agar ko'k tarkib qilmoqchi bo'lsangiz, albatta ko'k o'yinchi sotib olishingiz kerak albatta. Va tezligiga ham e'tibor bering. Kamida xullas juda ham tez bo'lishi kerak. Va bilsanglar draft kelgan 40 taga, lekin 30 ta beradi deyapti. Bunda Ronaldo, Haaland unchasini tanimayman. Va jonli ham o'ynab turish kerak. Mana 280 tadan 41-o'rindaman ekan. Va 210 beradi agar jonlida ham yaxshi kuchaytira olsangiz. Shundan. Va siz o'yinchi chaqirayotganda yaxshilab e'tibor bering. Bunda 70 dan buyog'i. Bunda esa masalan bu 375 taga, bu 390 taga ochganingiz bilan Alvarez o'rniga Gavi tushib qolishi mumkin, bu darvozabon tushib qolishi mumkin. Menimcha mana shuni ochgan yaxshi. Keyin Dream Club degan narsa bor. Bu yangi akkauntlarda bo'ladi. Ko'ryapsizlar, coin $2 ga 900 ta, ya'ni bizni pulga 20 ming so'm bo'ladi. 150 mingga 5 ming tanga, 580 ming so'm. Bunda $2 ga buncha ekan. Bu da demak $10. Menimcha mana shu $5likni ochgan yaxshiroq. Ham 200 ta qo'shib beradi. Bundan umuman chaqirmang, ya'ni bu juda ham omadsiz paket. Va sizga shundoq akkaunt ochganingizda nom tanla shunaqalar deydi. Sizga 1250 tanga beradi va siz shunda avtobullet qilsangiz mana shunaqa o'zi qurib beradi, lekin bu menimcha xato ish. Ya'ni sizga qimmatidan ham qurib berishi mumkin. Shuning uchun bu yerga mos tushadiganidan tanlash kerak. Masalan shu. Ko'ryapsizmi? Juda ham tushdi, 650. Xolos ekan. Va buni kuchaytirish mashqxonani juda ham lozim va medikal bu o'yinchilaringiz tezroq kuchayishiga yordam beradi. Va albatta yotoqxona kuchaytiring. Albatta bu agent shunaqa gaplar.